Endi asosiy birinchi ko'pchilikni qiynaydigan savollardan bittasi, o't qopni oldirib tashlaganlar ro'za tutsa bo'ladimi? Bunda sog'liqqa zarar emasmi deb savol yo'llaganlar. Qarang, meditsina nuqtai nazaridan qaraganda, o't qopi sizda zaxiradagi o't suyuqligini ushlab turish uchun kerak bo'ladi. Bu degani, sizni yeb ichishingiz bo'lmagan paytlarda jigar orqali ishlab chiqarilgan o't suyuqligini ovqatga tommaydigan, ya'ni ovqatni hazm qilishga kerak emas bo'lgan vaqtlarda yig'ib turadigan vazifasi bor. Jilishni puziri. Endi bu narsa olib tashlagani bilan hayot davom qilaveradi. Inson salomatligini shunaqa bir yaratganni bergan mo'jizalardan biri shuki, individualniy adaptatsiya degan narsa bor. Bu degani har bir organizmni hayotga nisbatan bo'lgan o'zgarishlarga qarab moslashishi. O't qopini oldirgan insonlarda ham xuddi shunday. O't qopini oldirib tashlagandan keyin odatda statistikaga ko'ra har bir mana shu o't qopidan ayrilgan insonni organizmi o't qopi yo'qligiga 4-5 oy ichida moslashib ketadi. Bulardan biri misol uchun endi unda o't qopi bo'lmaganligi uchun o'tni olib keladigan o't yo'llari kengroq va kattaroq, sig'im jihatdan hajmdorroq bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda jigar ichidan keladigan o't yo'llarida ham o't suyuqligi ushlanib turib, kerak paytida tomib ovqatni hazm qilish uchun ishlatiladi. Shunday ekan, orangizda agar o't qopini oldirib tashlaganlar 3 oydan ko'p bo'lsa, aytaylik 1 yil oldin, 2 yil oldin, 3 yil oldin, 10 yil oldin, bunday vaziyatda siz ro'za tutib ko'rishingiz mumkin. Tibbiy tomonlama aytganda, oradan 6 oy o'tgandan keyin o't qopisiz ham insonning organizmi o't yo'q, o't xaltasi yo'q bo'lgan hayotga moslashgan bo'ladi va ro'za tutgan paytida inson umuman 24 soat ovqatlanmay yurmaydi-ku. Faqatgina chorak vaqt o'rni o'zgaradi. Ana shu o'rin o'zgarganligini inobatga olgan holatda va u iftorlikdan keyin to saharlikkacha baribir ovqatlanib, o't suyuqligi unda ishlatiladi, o't yo'llaridagi o't suyuqliklari tomadi. Shularni inobatga olgan holatda meditsina sizlarga bunday javob beradi. Hali o't qopingizni oldirganingizga 6 oy bo'lmadimi? Shoshmay turing. Organizm moslashdi. Aytaylik, 5 yoki 6 oy oldin o't qopingizni oldirib tashlagansiz. Bunday vaziyatda siz tutib ko'rsangiz bo'ladi. Farzingizni bajo keltirish maqsadida sunnatga amal qilgan holatda agar siz qalbingiz bilan ro'za tutishni agar o'zingizga vojib bilgan bo'lsangiz, demak, to'g'ri qonun qoidasi bilan men sizlarga ovqatlanish tartibini tushuntirganga rioya qilib, chiroyli qilib, an'analarga, udumlarga rioya qilgan holda organizmingizga quloq solib ko'rasiz. Sizda qandaydir o'zgarishlar yoki sizni qiynaydigan holatlar organizm tomonlama yuz bermasa, oxirigacha bajo keltiring. Agar siz qiynaladigan bo'lsangiz, yoki qandaydir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun aytganda o't qopi yo'qlarga ko'pincha ovqatlanmasa, terilarida turli qichmalar, toshmalar, qizarishlar yoki ko'z olmasini sarg'ayishi, ko'ngli aynishi, jig'ildog'ni qaynashi, ko'ngli behuzur bo'lishi, qaytqilgisi kelib, o'ng qovurg'a osti sohasi tig'ilib, qotib, diskomfortlarni his qiladigan bo'lsangiz, qo'pol qilib aytganda, ro'za tutganligingiz uchun salomatligingiz orqaga qaytayotganligini, yomon tomonga ketayotganligini sezsangiz, bunday vaziyatda shariatda ham aytilgan kabi salomatlik birinchi o'rinda, siz ro'zani to'xtatasiz, ochib yuborasiz va qishni qisqa kunlarida aybingizni yuvish maqsadida o'sha kunlarda qaytadan tutishga urinib ko'rasiz. Lekin tibbiyot o't qopi olingan bemorlarga yangi oldirgan bo'lsa, tavsiya qilmaydi. Lekin 6 oydan, 1 yildan, yillab o't qopini oldirganiga vaqtlar o'tib ketgan bo'lsa, u holatda tutib ko'rishingizga bemalol tavsiya beradi. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, sketch qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, sketch qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.